Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzu haqida gaplashamizki, u har birimizning kundalik hayotimizga, oilaviy byudjetimizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'zimiz shu haqdaki, yaqinda kuchga kirgan yangi qonun barcha fuqarolardan soliqqa tortish tartibiga va ijtimoiy imtiyozlarni olish shartlariga jiddiy o'zgarishlar kiritdi. Agar siz bu yangiliklarni bilmasangiz, moliyaviy yo'qotishlarga uchraydigan, hattoki jarimalarga duch keladigan xavfingiz bor. Shuningdek, sizga tegishli bo'lgan ijtimoiy yordamdan mahrum bo'lishingiz ham mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Xo'sh, avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Yaqin vaqtgacha ko'pchilik fuqarolar uchun daromad deklaratsiyasi jarayoni ancha sodda edi. Agar siz bitta rasmiy ish joyida ishlasangiz, sizning daromad solig'ingizni ish beruvchingiz to'g'ridan-to'g'ri hisoblab, byudjetga o'tkazib borardi. Sizningcha bu qulay edi, shunday emasmi? Sizga qo'shimcha hujjatlarni to'ldirish, soliq idoralariga borish yoki murakkab hisob-kitoblar bilan shug'ullanish shart emas edi. Agar siz uy-joy ijaraga bergan bo'lsangiz ham, bu daromadlarni deklaratsiya qilish ko'pincha sizning ixtiyoringizda edi yoki bu jarayon yetarli darajada nazorat qilinmas edi. Ijtimoiy nafaqalarni olish uchun ham odatda faqat asosiy daromad manbai haqida ma'lumot berish kifoya edi va oilaning umumiy moliyaviy ahvoli har doim ham chuqur tahlil qilinmas edi. Ba'zi hollarda odamlar o'z daromadlarini to'liq oshkor qilmasdan ham ijtimoiy yordam olishga muvaffaq bo'lishardi. Bu esa adolatli taqsimotga to'sqinlik qilar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi fuqarolarning daromadlarini deklaratsiya qilish va ijtimoiy himoya mexanizmlarini takomillashtirish to'g'risidagi qonun deb nomlangan hujjat kuchga kirdi. Bu qonunning asosiy maqsadi mamlakatimizdagi soliq yig'imlarini adolatli va shaffof qilish, shuningdek ijtimoiy yordamni chinakamiga muhtoj bo'lgan oilalarga yo'naltirishdan iborat. Yangi qonunga ko'ra, endilikda ko'p manbalardan daromad oladigan fuqarolar, masalan, bittadan ortiq ish joyida ishlaydiganlar, mulkini ijaraga beradiganlar, freelancerlar, kichik hajmdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadiganlar, agar ular yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, shuningdek, chet eldan daromad oladiganlar o'z daromadlarini har yili majburiy deklaratsiya qilishlari shart. Bu degani sizning daromadlaringizning har bir tiyini hisobga olinadi va shunga mos ravishda soliqqa tortiladi. Bundan tashqari, ijtimoiy nafaqalar va yordam turlarini olish shartlari ham qayta ko'rib chiqildi. Endi oilaning umumiy daromadi va hatto mulk ham hisobga olinadi. Bu esa avvalgidek faqat bitta manbadagi daromad bilan cheklanib qolmaydi. Agar siz avvallari bitta daromad manbai bilan ishonchli ravishda ijtimoiy nafaqa olgan bo'lsangiz, endi vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Bu yangiliklar soliq yukini oshirmaslik, balki uni adolatli taqsimlash va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlarga haqiqiy yordam berish uchun qaratilgan. Ammo bu yangi tartibga moslashish uchun barchamizdan jiddiy e'tibor va mas'uliyat talab etiladi. Keling, endi yangi qonunning tafsilotlariga chuqurroq kirib boramiz. Kimlar nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, har yili majburiy daromad deklaratsiyasi kimlar uchun talab qilinadi? Biri, bir nechta daromad manbaiga ega bo'lgan shaxslar. Misol uchun, sizning asosiy ish joyingiz bor. Lekin siz bo'sh vaqtingizda kompyuterda dasturlash yoki dizayn xizmatlari ko'rsatasiz va buning uchun haq olasiz. Yoki sizning bankdagi depozitingizdan foiz daromadi tushadi yoki qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritgansiz va dividend olasiz. Endi bu daromadlarning barchasi deklaratsiya qilinishi shart. Avval ko'pincha faqat asosiy ish joyidagi daromad avtomatik ravishda soliqqa tortilar edi va qolgan qo'shimcha daromadlar e'tibordan chetda qolishi mumkin edi. Yangi qonun barcha daromadlarni shaffof qilishni talab etadi. 2. Mulkini ijaraga beradigan fuqarolar. Faraz qiling, siz shaharda ikkinchi uyingiz bor va uni talabalarga ijaraga berasiz. Har oy sizga 300 AQSh dollari miqdorida ijara haqi kelib tushadi. Yiliga bu uchun 600 AQSh dollari degani. Avval ko'pchilik ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazishga shoshilmas edi. Chunki bu jarayon biroz murakkab tuyulardi yoki bunga ehtiyoj sezilmasdi. Endi esa bu daromadni majburiy deklaratsiya qilishingiz va undan tegishli soliq to'lashingiz shart. Agar siz shartnoma ro'yxatdan o'tkazmasangiz ham, davlat organlari endi bank o'tkazmalari
kommunal to'lovlar ma'lumotlari orqali potensial ijara daromadlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Bu sizning yashirin daromadingiz borligini ko'rsatishi va natijada jarimaga tortilishga olib kelishi mumkin. Chet eldan daromad oladiganlar. Agar siz xorijda ishlagan bo'lsangiz yoki chet eldagi mulkingizdan daromad olgan bo'lsangiz, masalan, Rossiyadagi kvartirangizni ijaraga berib, har oy $500 olsangiz, endi bu daromadlarni ham O'zbekistonda deklaratsiya qilishingiz va tegishli soliqlarni to'lashingiz kerak bo'ladi. Avval ko'pchilik fuqarolar chet eldan olingan daromadlar O'zbekistonning soliq tizimiga taalluqli emas deb hisoblar edi. Ammo endi rezidentlik prinsipi kuchaytirilgan. 4. Ma'lum miqdordan ortiq daromad oladigan barcha shaxslar. Yangi qonunda belgilangan daromadning minimal chegarasi mavjud. Misol uchun, agar sizning yillik jami daromadingiz mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 20 baravaridan, taxminan 20 milyon 50 milyon so'm, 20 milyon so'm atrofida oshsa, siz majburiy deklaratsiya topshirishingiz shart. Bu chegara har yili o'zgarishi mumkin. Shuning uchun amaldagi summani soliq qo'mitasining rasmiy saytidan tekshirib turish muhimdir. Ikkinchidan, ijtimoiy imtiyozlar va nafaqalar bo'yicha o'zgarishlar. Endi ijtimoiy yordam olish uchun murojaat qilgan oilalarning daromadlari juda sinchiklab tekshiriladi. Faqat rasmiy ish joyidagi maosh emas, balki oilaning barcha a'zolari tomonidan olinadigan barcha turdagi daromadlar, jumladan norasmiy daromadlar, ijaradan tushgan pul, turli yordamlar va hatto ba'zi bir mol mulklar ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, oilada 3 farzand bor va ona bolalar nafaqasi olish uchun murojaat qildi. Avval otaning rasmiy maoshi yetarli bo'lsa, nafaqa berilardi. Endi esa otaning maoshidan tashqari, agar u shabashka qilib qo'shimcha pul topsa yoki oilada foydalanilmayotgan avtomobil bor bo'lsa, bular ham baholanadi. Agar bu daromadlar yoki mol-mulk oilani belgilangan kambag'allik chegarasidan yuqori darajaga olib chiqsa, nafaqa berilmasligi mumkin. Bu o'zgarishlar ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, nafaqat qog'ozda, balki amalda ham yordamga muhtojlarga yordam berishni maqsad qilgan. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? 1. Faqat bitta rasmiy ish joyiga bo'lgan xodimlar. Agar sizning yagona daromadingiz bitta korxonadagi rasmiy maoshingiz bo'lsa va bu daromaddan soliqlar ish beruvchingiz tomonidan to'g'ri hisoblab o'tkazib borilsa, siz uchun majburiy deklaratsiya topshirish talab etilmasligi mumkin. Biroq bu holatda ham agar sizda qo'shimcha daromad manbalari paydo bo'lsa yoki ijtimoiy yordam uchun murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, yangi qonun sizga ham tegishli bo'ladi. 2. Faqat pensiya oluvchilar. Agar sizning yagona daromad manbangiz pensiya bo'lsa, sizdan daromad deklaratsiyasi talab qilinmaydi. Pensiyalar soliqlardan ozod qilingan. 3. Daromadi minimal chegaradan past bo'lganlar. Yuqorida aytib o'tilgan daromad chegarasidan kam daromad oladigan fuqarolar, agar ularning boshqa soliqqa tortiladigan daromad manbalari yoki katta mol mulklari bo'lmasa, daromad deklaratsiyasi topshirishlari shart emas. Lekin shuni ham yodda tutish kerakki, agar ular ijtimoiy nafaqa olish uchun murojaat qilsalar, ularning daromadlari va mol mulki baribir tekshiriladi. Keling endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Misol o'qituvchi Dilshod va uning kvartirasi. Dilshod shahardagi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi va uning oylik maoshi 300-500 ming so'm. Unga ushbu maoshdan soliqlarni maktab hisobxonasi to'lab beradi. Lekin Dilshodning yana bir kvartirasi bor. Shu kvartirani talabalarga oyiga 2200 AQSh dollari, ya'ni hozirgi kurs bo'yicha taxminan 3,2 ming so'mdan ijaraga bergan. Avval Dilshod bu ijara daromadini deklaratsiya qilmas edi. Ba'zan uning daromad solig'i haqidagi so'rovlarga u faqat ish joyidan ma'lumot berardi. Yangi qonunga ko'ra, Dilshod har yili umumiy daromadi bo'yicha deklaratsiya topshirishi shart. Uning jamiylik daromadi 3,600 shartli kurs, 42 ming so'm, 107-800 ming so'm, 79-800 ming so'm. Bu daromad albatta belgilangan minimal chegaradan ancha yuqori. Agar Dilshod ijara daromadini deklaratsiya qilmasa, soliq organlari o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazmagani yoki ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazmagani uchun jarimaga tortishi mumkin. Jarima miqdori deklaratsiya qilinmagan daromadning ma'lum bir foizi. Masalan, 3 so'm bazintigacha bo'lishi mumkin. Bu esa Dilshodning oilaviy byudjetiga jiddiy zarar yetkazishi ehtimoli bor. Misol 2 uy bekasi Gulnora va uning oilasining daromadlari.
Gulnora 3 farzandi bilan uyda o'tiradi va bolalar nafaqasi olish uchun murojaat qilgan. Uning eri Alisher rasmiy ravishda qurilish kompaniyasida ishlaydi. Maoshi 4000 ming so'm. Lekin Alisher bo'sh vaqtlarda shabashka qilib, qo'shimcha ertiroy qilib, oyga o'rtacha 2000 ming so'm naqd pul topadi. Avval Gulnoraning murojaatida asosan Alisherning rasmiy maosh hisobga olinar edi va ular nafaqa olish huquqiga ega edilar. Yangi qonunga ko'ra esa Gulnora oilaning umumiy daromadlarini, shu jumladan Alisherning norasmiy daromadlarini ham ko'rsatishi shart. Agar bu norasmiy daromadlar hisobga olinsa, oilaning umumiy oylik daromadi 6 ming so'mni tashkil etadi. Bu miqdor agar oila aholi jon boshiga belgilangan minimal daromad chegarasidan, masalan, 1,000-5,000 ming so'm kishi, 5 kishi 5,000 ming so'm past bo'lmasa, ularga nafaqa berilmasligi mumkin. Yangi qonun oilaning moliyaviy ahvolini yanada aniqroq baholashni talab qiladi va norasmiy daromadlarni hisobga olmaslik yolg'on ma'lumot berish sifatida baholanishi mumkin. Bu esa nafaqani rad etishga yoki kelajakda boshqa imtiyozlardan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Misol uchun, xotirjam Alisher aka. Alisher aka bitta davlat tashkilotida ishlaydi. Oylik maoshi 6,000 ming so'm. Uning boshqa hech qanday daromad manbai yo'q. Na kvartirasini ijaraga beradi, na qo'shimcha ish qiladi, na depozitlari bor. Uning soliqlarini ish beruvchi o'z vaqtida to'lab boradi. Bunday holda Alisher akadan shaxsan daromad deklaratsiyasi topshirish talab qilinmaydi. U qonun oldida xotirjam bo'lishi mumkin. Chunki uning daromadlari shaffof va barchasi rasmiy hisob-kitob qilingan. Ammo Alisher aka agar u masalan o'zining eski avtomobilini sotmoqchi bo'lsa va bu sotuvdan katta foyda olsa yoki xorijda ishlagan qarindoshidan katta miqdordagi pul o'tkazmasini qabul qilsa, ushbu daromadlarni ham e'lon qilishi lozim bo'ladi. Agar avtomobil savdosi doimiy tus olmasa, odatda soliqqa tortilmaydi. Lekin har qanday holatda ham barcha moliya harakatlarini to'g'ri baholash muhimdir. Endi esa ushbu yangi qonunning istisnolar, tuzoqlari va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlari haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Istisnolar va imtiyozlar har bir qonunda bo'lgani kabi bu yangi tartibda ham ba'zi istisnolar va imtiyozlar mavjud. 1. Ayrim turdagi daromadlar soliqdan ozod qilingan. Bularga masalan bepul berilgan moliyaviy yordamlar, gumanitar yordam, davlat mukofotlari, stipendiyalar, alimentlar, meros qilib olingan mol-mulk yoki pul mablag'lari kiradi. Shuningdek, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi sovg'alar, masalan, ota-onadan farzandga, erdan xotinga odatda soliqqa tortilmaydi. Ammo bu sovg'aning miqdori juda katta bo'lsa va bu muntazam tus olsa, soliq idoralarining e'tiborini tortishi mumkin. Bunday hollarda sovg'a shartnomasini notarial tasdiqlash maqsadga muvofiq bo'ladi. 2. Imtiyozli toifalar, urush faxriylari, nogironligi bor shaxslar, ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun daromad deklaratsiyasi bo'yicha maxsus qoidalar yoki yuqoriroq chegaralar belgilanishi mumkin. Masalan, ular uchun soliq imtiyozlari mavjud bo'lishi. Ya'ni daromad soligidan ozod qilinadigan minimal daromad miqdori boshqalarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bu haqda batafsil ma'lumotni Soliq qo'mitasi yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi yoki uning hududiy bo'linmalari orqali olish mumkin. 3. Xorijiy rezidentlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lmasangiz va yilning katta qismini 23 kundan ortiq boshqa davlatda o'tkazsangiz, siz O'zbekistonning soliq rezidenti hisoblanmaysiz va O'zbekistondagi daromadlaringiz uchun boshqacha soliq qoidalari qo'llanilishi mumkin. Ammo O'zbekistonda daromad manbaiga ega bo'lgan har qanday shaxs xorijiy rezident bo'lsa ham, bu daromadlardan O'zbekiston qonunlariga muvofiq soliq to'lashi shart. Ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish bo'yicha davlatlararo shartnomalar mavjudligini ham unutmang. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, xalqaro soliq masalalari bo'yicha mutaxassisga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Tuzoqlari va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlari. 1. Bilmasdim, bahona emas. Yangi qonun kuchga kirgach, barcha fuqarolar uni bilishga majbur deb hisoblanadi. Men bu qonun haqida bilmasdim yoki meni hech kim ogohlantirmadi degan vajlar sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Agar siz o'z vaqtida deklaratsiya topshirmasangiz yoki noto'g'ri ma'lumot bersangiz, bu jarimalarga, ba'zi hollarda esa hatto jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Kichik miqdordagi xatoliklar ham sizga qimmatga tushishi mumkin. 2. Daromadlarni yashirishga urinish.
Davlat organlari bugungi kunda avvalgidan ancha samarali tarzda o'zaro ma'lumot almashmoqda. Kadastr agentligidagi ma'lumotlar, bank o'tkazmalari, notarial bitimlar, hatto kommunal xizmatlar uchun to'lovlar ham sizning moliyaviy faoliyatingiz haqida ma'lumot berishi mumkin. Misol uchun, agar siz rasmiy ravishda hech qayerda ishlamasangiz, lekin har oy sizning hisobingizga muntazam ravishda ma'lum miqdorda pul kelib tursa, bu soliq idoralarining shubhasini uyg'otishi mumkin. Ular bu pullarning manbaini so'rab, tushuntirish talab qilishlari mumkin. Agar siz daromadni yashirganingiz aniqlansa, yashirilgan summa uchun katta miqdordagi jarima, masalan, yashirilgan daromadning eken manehidan uy banniyasigacha miqdorda jarima undirilishi mumkin. Bunday holatlar oilaviy byudjetga katta zarba beradi va kelajakda davlat tomonidan beriladigan imtiyozlardan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. O'tik muddatlarni o'tkazib yuborish. Daromad deklaratsiyasini topshirishning aniq belgilangan muddatlari bor. Odatda o'tgan yilgi daromadlar bo'yicha deklaratsiya keyingi yilning aprelga qadar topshiriladi. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, har kechiktirilgan kun uchun jarima hisoblanishi mumkin. Bu jarimalar dastlab kechik bo'lib ko'rinsa-da, yigilib borib katta summalarga aylanishi mumkin. Shu sababli taqvimingizda bu sanani qizil qalam bilan belgilab qo'yishingizni tavsiya qilaman. 4. Noto'g'ri hujjatlar yoki ma'lumotlar. Deklaratsiyada noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar ko'rsatish yoki talab qilingan hujjatlarni taqdim etmaslik ham muammolarga olib keladi. Bu deklaratsiyaning rad etilishiga, qayta topshirish zaruratiga yoki hatto yolg'on ma'lumot berish ayblovlariga sabab bo'lishi mumkin. Hujjatlarning har bir detalga e'tibor bering. 5. Boshqalarga ishonish. Ko'pchilik mening buxgalterim hamma narsani hal qiladi yoki mening ish beruvchim soliqlarni to'g'ri hisoblaydi deb o'ylaydi. Agar sizning daromad manbalaringiz faqat bitta ish joyingizdan iborat bo'lsa, bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo agar sizning bir nechta daromad manbaingiz bo'lsa, buxgalteringiz yoki ish beruvchingiz sizning barcha moliyaviy faoliyatingiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun o'z moliyaviy mas'uliyatingizni o'zingiz zimmasizga olishingiz va barcha daromadlaringizni to'g'ri deklaratsiya qilinganligiga ishonch hosil qilishingiz muhimdir. 6. Ma'lumotlar almashinuvi. Davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvining kuchayishi sizning moliyaviy faoliyatingizning har bir jihatini nazorat qilish imkoniyatini beradi. Misol uchun, ipoteka bankidan kredit olgan bo'lsangiz, bu ma'lumot soliq qo'mitasiga ham yetib boradi. Bu esa sizning moliyaviy ahvolingiz haqida umumiy tasavvur hosil qilishga yordam beradi. 7. Uy xo'jaligi daromadi tushunchasi. Ijtimoiy nafaqalar uchun murojaat qilganda uy xo'jaligi daromadi tushunchasi juda muhim. Bu faqatgina er va xotinning daromadlari degani emas. Ba'zi hollarda birga yashovchi katta yoshli farzandlar yoki ota-onaning daromadlari ham hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniq kimlarning daromadi hisobga olinishini aniqlab olishingiz shart. Bu borada mahalla mas'ullari yoki ijtimoiy xizmatlar mutaxassislaridan maslahat olish maqsadga muvofiqdir. 8. Moliyaviy hujjatlarni saqlash. Barcha daromad va xarajatlar to'g'risidagi hujjatlarni, bank ko'chirmalarini, shartnomalarni kamida 5 yil davomida saqlashni odat qiling. Soliq idoralari sizdan o'tgan yillar uchun hammalarni so'rashi mumkin. Agar siz ularni taqdim eta olmasangiz, bu sizning ziyoningizga ishlashi mumkin. Xo'sh, aziz do'stlar, bu qonun haqida shuncha ma'lumotdan keyin men nima qilishim kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Keling, endi sizga aniq qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Birinchi qadam, o'zingizni baholang. Siz yangi qonun qoidalariga tushasizmi? O'zingizning barcha daromad manbalaringizni ro'yxatdan o'tkazing. Rasmiy maosh, ijara daromadi, frilanserlikdan olingan pullar, qimmatli qog'ozlardan olingan dividendlar, chet eldan kelgan pul o'tkazmalari, turli bonuslar va boshqalar. Shuningdek, oilaviy ahvolingizni va ijtimoiy nafaqalar olish huquqingizni ham ko'rib chiqing. Agar sizda bir nechta daromad manbai bo'lsa yoki ijtimoiy yordam olmoqchi bo'lsangiz, demak, bu qonun sizga bevosita taalluqli. 2. Ikkinchi qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pasport va AYN, STR, shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, ish joyidan ma'lumotnoma, agar biror joyda ishlasangiz, ish beruvchingizdan o'tgan yilgi daromadlar haqida ma'lumotnoma, masalan, 2 NDFL shaxli yoki shunga o'xshash hujjat oling. Bu hujjatda sizning maoshingiz, undan ushlab qo'lingan soliqlar va boshqa to'lovlar aks ettirilgan bo'ladi. Bank ko'chirmalari. Agar
sizning bank hisobingizga muntazam pul o'tkazmalari kelib turgan bo'lsa, bankdan o'tgan yil uchun hisobingiz bo'yicha ko'chirma oling. Bu ayniqsa freelanserlar yoki ijara daromadi oluvchilar uchun muhim. Ijara shartnomalari. Agar siz mulkingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tgan ijara shartnomalarining nusxalarini tayyorlang. Savdo shartnomalari. Agar siz o'tgan yili katta mol-mulk, avtomobil, yer uchastkasi sotgan bo'lsangiz, sotish shartnomasining nusxasi. Imtiyozlar uchun hujjatlar. Agar sizda soliq imtiyozlari mavjud bo'lsa, nogironlik, ko'p bolali oila maqomi kabi buni tasdiqlovchi hujjatlar. Ijtimoiy nafaqalar uchun tug'ilish guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, tibbiy ma'lumotnomalar, agar nogironlik bo'lsa, mol-mulk egaligi to'g'risidagi hujjatlar va boshqalar. 3-qadam deklaratsiyani qanday topshirish va qayerga murojaat qilish. Onlayn portal orqali eng qulay yo'l. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining rasmiy portali MIY soliq.uz orqali daromad deklaratsiyasini elektron tarzda topshirishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor yo'l. Sizga faqatgina elektron raqamli imzo eri kerak bo'ladi. Agar eringiz bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlari orqali olishingiz mumkin. Portalga kiring, shaxsiy kabinetingizga o'ting. Tegishli formani tanlang. Jismoniy shaxslarning daromad deklaratsiyasi. Barcha kerakli ma'lumotlarni kiritib, hujjatlarni yuklang va yordamida imzolab yuboring. Saytda batafsil yo'riqnomalar mavjud. Agar tushunmasangiz, qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Soliq inspeksiyasiga shaxsan borish. Agar siz internet orqali deklaratsiya topshirishga qiynalsangiz yoki sizda murakkabroq vaziyat bo'lsa, yashash joyingizdagi davlat soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga deklaratsiyani to'ldirishda yordam berishadi va barcha savollaringizga javob berishadi. Murojaat qilishdan oldin barcha kerakli hujjatlaringizni to'plab borishingizni unutmang. Ijtimoiy nafaqalar uchun murojaat. Ijtimoiy nafaqalar va yordam uchun murojaatlar odatda mahalla tizimi orqali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Siz avvalo o'z mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, qanday hujjatlar talab qilinishini aniqlab oling. Keyin esa barcha hujjatlarni to'plab davlat xizmatlari markaziga topshirishingiz mumkin. 4-qadam. Muddatlar va nazorat. Deklaratsiya muddati. O'tgan yilgi daromadlar bo'yicha deklaratsiyani har yili 1 aprelga qadar topshirish shart. Soliqlarni to'lash muddati esa 1 iyunga qadar bo'lishi mumkin. Bu muddatlarga qat'iy rioya qiling. Murojaatni kuzatib boring. Agar siz deklaratsiya topshirgan bo'lsangiz yoki ijtimoiy yordam uchun murojaat qilgan bo'lsangiz, uning holatini Soliq.uz portalida yoki davlat xizmatlari markazlarida tekshirib boring. Ba'zida qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Mutaxassis maslahati: agar sizning vaziyatingiz juda murakkab bo'lsa, masalan, xorijiy daromadlar, yirik mulk savdolari, katta meros, professional soliq maslahatchilariga yoki auditorlarga murojaat qilishdan tortinmang. Ularning xizmatlari biroz qimmat bo'lsa-da, katta jarimalardan yoki noto'g'ri qarorlardan qutqarishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, yangi qonun jiddiy o'zgarishlarni olib keldi. Ammo vahima qilishga hojat yo'q. Faqatgina qonun talablariga rioya qilish, o'z moliyaviy mas'uliyatingizni anglash va tegishli choralarni ko'rish kifoya. Bugungi videoda berilgan ma'lumotlar sizga yo'nalish beradi va to'g'ri yo'lni tanlashga yordam beradi degan umiddaman. Bu qonun soliq tizimini yanada shaffof va adolatli qilishga, shuningdek, ijtimoiy yordamni chinakamiga muhtojlarga yetkazishga xizmat qiladi. Shuni unutmangki, har qanday qonuniy talabga e'tiborsizlik sizga qimmatga tushishi mumkin. Shu sababli o'z vaqtida ma'lumotlarni o'rganing, tegishli hujjatlarni tayyorlang va deklaratsiyani topshirishni unutmang. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki qaysidir jihat sizga aniq bo'lmasa, iltimos ushbu videoning ostida izoh qoldiring. Men va jamoamiz sizning savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing va do'stlaringizga ham ulashing, chunki bu ma'lumot ularga ham kerak bo'lishi mumkin. Va albatta, kelgusi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.